Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Xosiyat Alayarovna. Men 8 yillik tajribaga ega oilaviy munosabatlar bo'yicha psixolog, ekspertman. Bugun sizlarga nima uchun erkak xafa bo'lib gaplashmay yuradi, shuning sabablari haqida ma'lumot bermoqchiman. Menga oxirgi paytda juda ko'pchilik opa-singillarimiz aynan shu mavzuda savollar bilan murojaat qilishdi va keyin kanallarga, Instagram, Telegramga opros qo'ydim. Nima sababdan ayollar arazlaydi yoki nega erkaklar arazlaydi, qaysi bir mavzu qiziq degan savol qo'yganimda, erkaklarning arazlashi ayollar uchun demak qiziqarli mavzu ekan. O'yladimki, demak bu bitta ikkita emas, ko'pchilik insonlarni oilasida bo'ladigan muammolardan biri. Ya'ni qanaqadir bir kelishmovchiliklar bo'lib qoladi, xafagarchiliklar bo'lib qoladi va buni oqibatida turmush o'rtoqlari, eri ayoli bilan gaplashmay qo'yadi, muloqot qilmay qo'yadi. Va albatta buni salbiy oqibatlari aksariyat ayollarni zimmasida ko'rinadi. Ya'ni yolg'izlik hissi, o'zini qadrsiz his qilishi, o'zidagi kerakmaslik hissi va hokazo. To'g'ri, endi har bir vaziyatni bir chuqur analiz qilib ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu vaziyatlar birdaniga bo'lmaydi hech qachon. Bu yerda ikkita insonga ham bog'liq bu holatning kelib chiqish sababi. Biz asosan hozir oqibatni ko'rib chiqamiz. Ya'ni уже turmush o'rtoq gaplashmay qo'yyaptimi, bu уже oqibat hisoblanadi. Lekin bungacham nimadirlar sabab bo'lgan. Kamida bu oila 1 yil yoki 3 yil yoki undanda ko'p уже birga yashayotgan bo'lishi mumkin. Chunki boshida ozgina gap so'zlar o'tgan bo'lishi mumkin. Keyin xafagarchiliklar bo'lib, arazlar tezda ergan bo'lishi mumkin va bora-bora munosabatlar shu holatga kelib qoldiki, gaplashmaydigan holatga kelib qoldi. Bu уже insonni tushunadigan bo'lsak, ya'ni hissiy uzoqligi, emotsionalniy bir-biridan uzoqligini namoyishi hisoblanadi. Xo'p, demak, bir nechta sabablarni ko'rib chiqamiz. Erkakning nima uchun gaplashmay qo'yishini, xafa bo'lib arazlashini. Eng muhimini oxirida aytaman. Shuning uchun oxirigacha eshitishga harakat qiling, menga podpisatsiya qiling. Agarda bugungi mavzumiz sizga ma'qul bo'lsa, layk, kommentariyalarni ham qoldirishni unutmang. Birinchi sababini ko'radigan bo'lsak, erkakning gaplashmay yurishini sababi hissiy uzoqlashish. Boya aytib o'tganimdek, jismonan er-xotin birga bo'lishi mumkin, bir uyda yashashi mumkin, lekin orada xafagarchiliklar ko'p bo'lganligi sababli erkak уже ayoldan hissiy uzoqlashishadi. Muloqot qilishga mavzu yo'q, gaplashgisi kelmaydi va hokazo. Ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, bu ayolni tarbiyalash bo'lishi mumkin. Ya'ni ayolni xulq-atvorida erkakka yoqmaydigan holatlar bo'lishi mumkin, konfliktda har doim tergashlar bo'lishi mumkin ayol tomonidan yoki boshqa va hokazo holatlar bo'lishi mumkinki, balkim buni erkak bir necha marotaba ayolni ogohlantirgandir, bu narsani aytgandir. Lekin bunga qaramasdan ayol mana shu o'zini xulqini o'zgartirmaganligi uchun shu erkakka yoqmaydigan tomonlarini davomli tarzda olib yurganligi sababli erkak arazlab ayoli bilan muloqot qilmay qolgan bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni bu yerda tarbiyalash maqsadida, jazolash maqsadida ayolni shu yo'l bilan jazolamoqchi bo'ladi. Undan keyingisi yana erkakni gaplashmay qo'yishi, ayoliga nisbatan ishonchsizlikni paydo bo'lganligi. Misol uchun, ayoli bilan boshida yaqin bo'ladi erkak yoki sirlarini aytgandir, nimadirlarni aytgan bo'ladi va ayollar ko'pincha nima qiladi? Urush janjal bo'lgan paytida erkakni aytgan gap so'zlarini o'ziga qarshi ishlatadi. Unga bir ojizligini aytgan bo'lgan bo'lishi mumkin yoki biror bir sirlarini aytgan bo'lishi mumkin. Mana shu narsalarni yuziga aytadi. Yuziga solganidan keyin erkakda o'sha ishonchsizlik uyg'onadi va ayoldan uzoqlashadi, gaplashgisi kelmaydi. Va yana eng muhimi, boya aytib o'tganimdek, bu holatgacha kelgan necha yillik hayotiy tajriba borligi uchun, bir-birini juda yaxshi o'rganib, qisman bilganligi uchun o'tmishda bo'lgan xafagarchiliklarning yig'indisi bir marta emas, 2 marta emas, ko'p marotaba bo'lganligi sababli erkaklarda xafagarchiliklarning hammasi bir yig'iladi va biror bir yana bir kattaroq vaziyat yoki situatsiya bo'ladi. Shu orqali muloqot qilmay qo'yadi. Ayoli bilan gaplashgisi kelmaydi va muloqotdan qochib yuradi. Mana shu sabablar bo'lishi mumkin. Keyin yana bitta sababi bor.
hozir ayol bilan bog'liq vaziyatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ayolga bog'liq bo'lmagan holatlar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun, erkak kishini o'zi yolg'izlikni yaxshi ko'radi. Ba'zida erkaklar yolg'iz qolishni yaxshi ko'radi, gaplashgisi kelmasligi mumkin, o'zi xarakteri kamgap bo'lishi mumkin. Mana shunaqa xarakterli erkaklar ham bor. Bu vaziyatda ayollar o'ylashi mumkin, manda nima o'tdi, nima xatti-harakatim yoqmadi ekan deb turib, ayolda bo'lmasligi mumkin. Ayolda hamma narsa yaxshi risoladagidek bo'lishi mumkin. Lekin erkakni o'zini xarakterida yolg'izlikni yaxshi ko'rish, gaplashgisi kelmasligi sababli ma'lum bir vaqt biror narsani bahona qilib muloqot qilmay yurish ehtimoli ham bor. Bu variant ham bor. Keyingisi yana bitta jihatini qaraydigan bo'lsak, arazlashishni tagida foyda bor. Erkak kishi uchun foyda bor. Ba'zida erkaklar ayolini yoqtirmay qolishi mumkin yoki bo'lmasam boshqa ayolni yoqtirib yoki boshqa ayoli bor bo'ladigan bo'lsa, xiyonat qilgan bo'lsa, bu narsani yashirish maqsadida, bu narsani ich-ichidan tan olgisi kelmasligi uchun yoki ichida aybdorlik hissi boru va buni o'zidan emas ayoliga ko'chirish maqsadida ayolda aybdorlik hissini uyg'otadigan vaziyatlarni yaratadi va ayolini biror bir kamchiligini topib oladida, o'sha kamchiligiga yopishib, bahona qilib ayol bilan gaplashmay qo'yadi. Bu yerda boya aytganimdek, arazning o'ziga yarasha nimasi bor ekan? Foydalari bor ekan. Psixologiyada bu proyeksiya deyiladi. Ya'ni o'zini qilib turgan xatti-harakati yoki o'zini biror bir o'sha noto'g'ri qilayotgan ishi borki, ayolini bundan ogoh bo'lib qolishidan qo'rquvi bo'lishi mumkin. Oqibatida qo'rqqan birinchi mush ko'tarar deganlaridek, o'zi urush qiladi, o'zi janjal qiladi, ayoldan norozilik bilan arazlab, kerak bo'lsa gaplashmaslik uchun bahonalar topib, mana shunaqa holatni, vaziyatni yuzaga keltirib chiqaradi. Shu vaziyatga bitta misol keltiradigan bo'lsam, bitta ayol konsultatsiya olgan va eri bilan munosabatini yaxshilash uchun o'z ustida ishlab, harakatlar qilishdi. Keyin turmush o'rtog'i bilan gaplashib, ulardan qaysidir uzrlarini so'rab, munosabatlarni yaxshilashga qanchalik harakat qilmasin, turmush o'rtog'i tomonidan yumshash bo'lmadida. Shu o'tmishdagi bitta arzimagan xafagarchilikni ushlab olgan, esingdan chiqdimi, bu qilgan ishlaring, o'sha qilgan ishing uchun qilyapsanmi, tan oldingmi va hokazo ayolni qoralash bilan davom etyapti. Mana shunaqa vaziyatda tushunishingiz kerakki, aziz ayollar, men aytganman o'sha paytda u singlimizga, xato qilishingizni rosa kutgan ekanda turmush o'rtog'ingiz, shu bitta xatoingizni shunaqa ushlab olgan, ya'ni bu sizni qilgan xatoingiz unga qurol bo'lib olganda va vaziyatni ochiqchasiga hal qilib, katta insonlardek munosabatni to'g'rilashdan ko'ra arazlab yurishdan foyda bor. Mana shunaqa vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Agarda shunga o'xshash vaziyat bo'ladigan bo'lsa, buni bilmagan ayol o'zini ayblayverishi mumkin. Demak, menda yana noto'g'ri xatti-harakat qancha qilsam ham ko'nglini ololmayapman, meni kechirmayapti, qayerdan ham o'sha narsani qildim deb o'tmishga bog'lanib qolishi mumkin. Bu yerda yechim aytyapman, shaxsiy rivoj. Eng avvalo siz o'zingizni qadrlashingiz kerak va bo'lib o'tgan vaziyatlarga, o'tmishdagi vaziyatlarga boshqacharoq qarashni o'rganishingiz kerak. Ana o'shanda siz o'zingizni munosabatga qarashingiz, turmush o'rtog'ingiz bilan mast qilasiz, ochiqchasiga gaplashishni o'rganadigan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz ham sizga o'z kechinmalarini ochiqchasiga aytishi mumkin va bu munosabatlar o'xshaydigan bo'lsa, kimda xatolik o'tgan bo'lsa, biror bir to'g'ri qarorga kelish mumkin. Yo'q, o'xshamaydigan bo'lsa, unda ham ikkala tomon ham bir-birini ayblamagan holatda to'g'ri yechimni topishlari mumkin. Yana bitta erkaklarni arazlab gaplashmay yuradigan eng muhimi aytadigan bo'lsak, bu erkaklarning yoshi ulg'aysa ham hissiy emotsional ulg'aymaganligi. Ya'ni psixologiyada bu bola pozitsiyasi deyiladi. Yosh bola holatida qolgani. Ko'pincha onalar farzand tarbiyasida farzandlarini tarbiyalaganda o'g'il qilib tarbiyalashadi, lekin katta hayotga qadam qo'yganida qanaqa er bo'lishi kerakligi, erkakni xulqi qanaqa bo'ladi, ayol kishini qanaqa himoya qiladi, ayol kishiga qanaqa muomala qiladi yoki kelajakda ota bo'lsa, otani roli qanday, otani vazifalari qanday, mana bu narsalarni farzandiga o'rgatmaydi. Erkaklar oila qurishi mumkin, lekin ular bola pozitsiyasida qolib ketadi. Onaga bola bo'lishi mumkin, onasiga qanaqa muomala qilishni, onani qanday rozi qilish, onani ko'nglini olish, mana shu narsalarni birinchi o'ringa qo'yadi, lekin ayoliga qarash kerak bo'lgan narsalarni bilmaganligi sababli o'zini yosh bola pozitsiyasida
biror bir arzimagan narsaga сразу arazlab oladi. Psixologiyada bu зрелые отношения deyiladi. Ya'ni kattalar pozitsiyasidan qarashni va kattalardek munosabat qilishni bilmaganligi uchun mana shu holatda davom etadi. Aksariyat bu hozir sanab o'tilgan tepadagi misollarimiz ayollarga ham juda ham mos keladi. Ayollarda ham xuddi shunga o'xshash vaziyatlar bo'lishi mumkin. Faqat bir taraflama qaramaymiz. Aziz ayollar, mani eshitayotgan bo'lsangiz, siz o'zingiz tarafdan o'zingizni bir nazar solib ko'ring tashqaridan, o'zingizni holatingiz qanaqa. Balkim siz ham turmush o'rtog'ingiz bilan bola pozitsiyasida muloqot qilayotgandirsiz. Uning uchun ular ham sizga shunaqa xatti-harakat ko'rsatayotgandir. Sog'lom va baxtli munosabat faqatgina kattalar pozitsiyasidan quriladi, azizlarim. Buni har safar aytaman. Agar mana audiolarimi eshitgan bo'lsangiz, yetuk kattalar pozitsiyasidan quriladi. Erkak kishi ayol psixologiyasini bilgan holatda, agar ular katta pozitsiyada bo'ladigan bo'lsa, ularga ochiqchasiga gapirishi mumkin. Nimadir yoqqani yoki nimadir yoqmagani. Agar ayol arazlaydigan bo'lsa, ayolning xatti-harakatlaridan ularni tushunishi mumkin. Va o'rtada ochiqcha muloqot bo'lganidan keyin juda ko'plab muammo va masalalarga yechim topsa bo'ladi. Bu yerda muammolarning hal bo'lmasligining asl sabab ildizi muloqot yo'qligi. Ya'ni o'zaro o'tirib birga gaplasha olmaslik. Gaplashgan paytda tinch holatda gaplashish kerak. Gaplashayotgan paytda sabr kerak ikki tomonga ham. Va imkon qadar bir-birini ayblamaslik kerak. Agar bu vaziyatlarni hal qilishni istasangiz, aziz ayollar, turmush o'rtog'ingizni ayblamasdan katta insondek gaplashishga harakat qiling. Ana o'shanda turmush o'rtog'ingiz ham sizni katta insondek tinglashga harakat qiladi. Gaplashilmayaptimi? Demak, qanaqadir o'rtada hal qilinmagan savol bor, qanaqadir bir muammo borki, ana o'sha muammoni ochish, o'sha muammoni hal qilishni istamaydi ikki tomon ham. Va mana shu arazlash va gaplashmay yurish qaysidir ma'noda ikki tomon uchun ham qo'l keladi, foydasi bor. Mana shu narsaga bir ochiqchasiga o'zingiz bilan haqqoniy, chestno bo'lib qarab ko'ring. Nima sababdan men gaplashishdan qochyapman, nima sababdan men o'sha muloqotni boshlay olmayapman, oxir oqibati bu muloqotimizni, suhbatimizni qanaqa yakun topishi mumkin meni qo'rqitadigan. Va mana shu qo'rquvga rozi bo'lgan holatda nima bo'lsa ham roziman, lekin bu holatda gaplashmasdan, muammoni hal qilmasdan, bir-birimizni tushunmasdan yashashdan charchadim deydigan bo'lsangiz, ichingizdagi o'sha qarshiliklaringiz bo'ladimi, muloqotga bo'lgan qo'rquvlaringiz bo'ladimi, o'shalarni bir o'zingiz nima qilib, nazorat qilib, polkalarga tekshirib ko'rib va qo'rqmasdan muloqotga turmush o'rtog'ingizni ham chorlab gaplashib olish kerak bo'ladi. Munosabatlarni uzoqlashishi ham muloqotni yo'qligidan, munosabatlarni yaqinlashishi ham muloqotni yo'lga qo'yilganligidan bo'ladi. O'shaning uchun mana shu jarayonga juda ham e'tiborli va diqqatli bo'ling. Siz katta insonsiz. Agarda hayotingizda baxtli, bir-biringizni tushungan, sog'lom munosabatni xohlayotgan bo'lsangiz, bir-birimizni ayblamasdan, eng yaxshisi o'tirib hamma narsani ochiqchasiga gaplashib olish, bu eng to'g'ri yechim bo'ladi. Azizlarim, o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz siz uchun manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Agarda siz hozirda mana shunaqa vaziyatga kelib qolgan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan konfliktda yoki muloqot topishga jur'atingiz yetmayotgan bo'lsa, qanaqadir ichki qarshiliklaringiz yoki bo'lmasam qo'rquvlaringiz bor bo'lsa, unda menga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu joyda qoldirilgan nomerlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Imkon qadar qo'ldan kelgancha sizga yordamlashishga, ko'maklashishga tayyorman. Sizlar bilan psixolog Xosiyat Allayarovna bo'ldi. Salomat bo'linglar. O'zingizni ehtiyot qiling. Har biringizni oilangizga tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat tilayman.